Hayitga bittada o'xshab chiqadigan 15 daqiqa vaqtingizni oladigan pirog retsepti bilan bo'lishaman. 3 ta tuxumdan keyin 300 gramm shakar solib, yaxshilab aralashtirasiz. Massamizni quyi suyuqligini to'g'irlamagunga qadar un solib, razli-hisil bilan aralashtirib turamiz. Xolodilnikimizda bizani qachon narsa pishiradi deb achishiga ozgina qolgan qatig'imizni olib, bir piyola sovoramiz. Ishonuring, achib qolgan bo'lsa mazasi undan ham yaxshi chiqadi. Meni qatig'im chunki achib qolgan edi. Ketidan 100 mg yog' soldim va ozgina xamirim suyuq bo'lganga o'xshadi, uni ham sovora qoldim. Razli-hisil kakao solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha aralashtirib oldim. Qolipimizni yog'lab, massamizni solib, qizib turgan duxovkaga 40-45 daqiqaga sovoramiz. Uvayla ko'rib turganinglardek shunaqa ishib chiqadigan yumshoqqina do'mboqqina piroglarimiz tayyor bo'ladi. Men Keksan firmasiga tegishli bo'lgan shokoladli pasta surdim. Meni xolodilnikimda doim bo'ladi. Qaranglar, qanaqa bittada erib mazasi shunaqa zo'r chiqdi. Dekor uchun xohlasangiz yong'oq, xohlasangiz saxarli pudra, yana xohlasangiz hech nima sepmasanglar ham bo'ladi. Shu bilan paxtadek yumshoq pirogimiz atigi yarim soatda tayyor bo'ladi. Bu videoni bo'lsa umuman pishirmasligingiz uchun saqlangiz qilib qo'ying. Menga obuna bo'lsangiz shunaqa oson retseptlarni qo'yib turaman. Like bosish esingizdan chiqmasin.